Hayotda shunday iste'dod egalari borki, ular boshqalardan tartibliroq, kuchliroq, o'ta sabrli va irodaliroqdirlar. Ha, ular sport sohasining fidoyilari. Har kuni mahoratlarini oshirish uchun tinimsiz mehnat qilib, xalqaro sport arenasida yurt sha'nini munosib himoya qilayotgan atletlarimizdir. Yuqori natijalarni qayd etib, medallari uchun jahon maydonlarida mardonavor kurash olib borishsa-da, hayotda aslida juda oddiy, samimiy va kamtar insonlar ham aynan sportchilarimizdir. Ularning medallari ko'p, medallaridan mehnatlari ortiq. Shunday salohiyatli yurtdoshlarimiz orasida Shahnoza Abdullayevaning o'z o'rni bor. Bugun 24 yoshli vakilamiz xalqaro miqyosda yuqori natijalarni qayd etib, muxlislari va yaqinlarini xursand etib kelyapti. Tabiatdan nozik bo'lsa-da, yoshligidan sho'x shaddodligi bilan ajralib turadigan Shahnozani kelajakda aynan sportchi bo'lishini onajonisi juda ham orzu qilgan ekanlar. Niyat qilganman, shu qizim iloyim mana shu burunlanib, meni ham bolam sportchi bo'larmikan? Sportchiga hamma sportlarda yutganlar havas qilardi. Bu qizim yes qilib, anaqa qilardi. Hammaga havas qilganman. Men o'zim havas qilganman. Qizim ham sportchi bo'lsa, men ham rohatlarini ko'rib yuraman. Yoshligida shirin bo'lgan rosa, pishiqqina, chiroyli, 5 yoshida qiziqishi bo'lgan, menga aytgan, shu mayli deganman. U paytda akasini velosipedida qilgan, o'rgangan, keyin olib berganman. Shunda keyin o'rganib ketgan. Ko'p narsalarni eslolmayman. Aynan velosipedda o'tirib va ko'p haydab yurganlarimni eslayman, lekin u yerda menga buni haydashni hech kim o'rgatmagan. Men velosiped senga deb, nima deydi, haydashing kerak deb hech kim majburlamagan. Просто velosipedni olib haydab aylanib yurganman. Kichkina velosiped, o'zim ham kichkina. Birinchi velosipedim kichkinagina qizil velosiped bo'lgan. 3 ta oyoqli. Orqasida ikkita kichkina oyoqlari bo'lardi. Keyin u oyoqlarini olib tashlab ham haydaganman, qo'rqmaganman hech narsadan. Boshida o'zim har xil sportlarda qatnashib yurib, o'zimni yo'limni topgunimcha hech narsani tushunmaganman. Qidirmaganman, qanaqadir har xil sportlar menga qiziq bo'lgan, juda ham. Nimani ko'rsam, borib qatnashib ko'rgim kelardi. Balkim o'sha narsa menga yoqadi deb maqsad bilan borardim. Avvaliga velosport bilan muntazam shug'ullanayotganini oila a'zolaridan sir tutgan Shahnoza bora-bora bu sport turiga qiziqib ketgan. Boshida velosportga kelishimni uyimdagilarga aytmaganman. Shunchaki borib yurganman. U yoqda menga birinchidan borishim bilan velosiped berishmagan. Har bitta sportda birinchi boshlang'ich o'rgatish jarayonlari bo'ladi. U yoqda yugurishdan, qanaqadir mashqlar bajarishdan, shu sportga, velosipedga o'tirishga tayyorgarlik ko'rish jarayonlari va velosipedga o'tirib, shu kichkina kruglarning ichida haydash, o'rgatish jarayonlari bo'ladi. O'sha momentlarda men aytmaganman, hattoki adamga uzoqqa ketsam, qarindoshimiznikiga ketdim deb chiqib ketardim uydan va 1 oy, 3 oylab yo'q bo'lib ketardim. Birinchi Chimyonda bo'lgan sborimga uyimdagilarga, oyim bilan akamga aytganman, lekin adamga aytolmaganman, qo'rqaman. Uyim adamga men qarindoshimiznikiga ketdim, opamning uyiga qarashishga, shunaqa qarindoshlarnikidaman deb aldab yuraverganman, lekin kelganida o'zlari tushunganlar, bilganlar, men aytganimda hech qanaqa yomon reaksiya bildirishmagan uydagilar. Hech kim qarshilik ko'rsatmagan. Bu senga to'g'ri kelmaydi, sen qiz bolasan. Uyimda o'zimni erkin his qilganman. Shu sportga qatnashishim aytganimda ham hech qanaqa qarshilik bo'lmagan va davom ettirganman buni oxirigacha. Mana hozir shu kungacha qatnashib kelyapman, hech qanaqa qarshiliksiz. Hamma uyimdagilar menga rozi, hamma narsada qo'llab-quvvatlashadi. O'sha medalimni eslayman. O'zim shosse yo'nalishida haydasam ham, u medalimni trek yo'nalishida olganman. Bizani o'zimiz O'zbekistonda bo'lgan musobaqada haydab 3-o'rinni egallagandim va o'sha o'rin bo'lgani sababliga maktab, sport maktabiga qabul qilish imkoniyati bo'lgan, lekin o'sha vaqtlarda men sport maktabini tanlamadim. O'zimni o'qib turgan maktabimda qolishga qaror qildim. Va shu yo'nalishda ham o'zimni maktabimda o'qib turib, karyeramni, sport karyerasini ham davom ettirdim. Eslayman, birinchi o'rinlarni olgan paytlari bo'lgan, xursand bo'lib kelgan, qo'llab-quvvatladim men ham. Keyin shu bilan 1-2larni shu davom etib ketaverdi. Juda ham yaxshi ko'raman qizimni.
shu aytadiyu 10 o'g'illi bosadi deb. Har qatdan faxrlanaman shunda qizim borligidan. Birinchi xalqaro musobaqa o'zimizning yurtimizda bo'lib o'tgan Osiyo chempionati bo'lgan. Birinchi ilk qadamim professional sportga va katta musobaqaga va unda faxrli yaxshi o'rinlarni egallab, 10talikka kirish imkoniyatim bo'lgan. Aynan o'sha musobaqada qanaqadir biron bir natijaga erisha olmaganim bu kuchsizligimdan emas, bu birinchi musobaqa bo'lgani uchun tajribam bo'lmagani evaziga bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozirgi kunda ham tajriba, ham imkoniyatlarim bor, faqat yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilamiz. Siz u biz hayotdagi katta natijalarimizni isloh etar ekanmiz, albatta ularning birinchisini o'zgacha xotirlaymiz. Sportchilar uchun ham xalqaro miqyosdagi medallar yorqin emotsiyalarni baxsh etadi. Osiyo chempionati Tojikistonda bo'lib o'tgan birinchi oltin medal va har hayajonga to'la vaqtlar. Juda ham o'zim hayratda qolganman, bu narsani kutmaganman va kutilmagan holatda kelgan mo'jiza. Shunaqa desak ham bo'ladi o'zimga, chunki o'zimga ishonmaganman u vaqtda. Bo'lishini kutmaganim va bo'lgan shu narsa. Men xursandman, shu paytlarni eslayman har doim. O'zbekiston Velosport Federatsiyasi mutasaddilari qahramonimizning yutuqlaridan mamnun. Sportchimiz ham ustoz murabbiylarning barcha maslahatlariga quloq solib, belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli uddasidan chiqib kelyapti. У нас сейчас остался молодой состав. Hozirda jamoamizning yetakchi sportchilari xorijiy davlatlar klublari bilan shartnoma imzolab, mahoratlarini nufuzli musobaqalar doirasida charxlab borishyapti. Yanina Kuskova, Margareta Misiorina va Nafosat Qoziyevalar muntazam yirik turnirlarda ishtirok etib, yuqori natijalarni qayd etishyapti. Shu sababli terma jamoamiz tarkibi sezilarli darajada yoshardi va endi biz bor e'tiborimizni ularning tajribalarini oshirishga qaratganmiz. Sportchilarimizning har biri katta iste'dod egasi ekanliklarini xalqaro musobaqalar doirasida isbotlab kelishyapti. Endi ular bilan reyting ochkolari uchun jiddiy kurashga kirishamiz. Ну, Шахноза Абдулаева у нас. Shahnoza Abdullayeva iste'dodli sportchilarimizdan. U shosse yo'nalishidagi tog' hududlarda tashkil qilinadigan bellashuvlarda qatnashishni yaxshi ko'radi va yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Qizlarimiz trek hamda shosse bo'yicha xalqaro turnirlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishyapti. So'nggi yillar davomida ularning tajribalari oshib borib, bugun nufuzli musobaqalar doirasida sportchilarimiz g'alabalar qozonib qaytishmoqda. Bahorda Tailandda veloshosse bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. So'ng Vyetnamda tashkil qilingan bellashuvlarda ham Shahnoza Abdullayeva hamda Madina Qahhorova yuqori natijalarni qayd etishdi. Undan keyin Turov Bo'stonliq nomli xalqaro ko'p kunlik velopoyga doirasida 2 dugona shohsupadan joy egallashga muvaffaq bo'lishdi. Shahnoza jamoadoshlari orasida hurmat va e'zozga ega sportchi. Uning xonadoshi yaqin dugonasi Madina Qahhorova ham bugun ayollar termasining yetakchi sportchilaridan. Musobaqalar doirasida ham hayotda ham qizlar bir-birini hamisha qo'llab-quvvatlab kelishadi. Biz o'zi sportda tanishganmiz. Birinchi marta zborda o'rtoqlashib, gaplashib, tanishib. O'zi sportda ko'p o'rtoq bo'la olishmaydi odamlar, chunki baribir raqobat bo'ladi. Hamma ham hamma narsasini to'liq ayta olmaydi, ichida saqlaydi. Biz ikkalamiz bilan chiqishib ketganmiz va ko'pincha ichimizdagi gaplarni bir-birimizga ishonib, o'zi xonadoshim. Shahnoza ko'ngli ochiq inson va aytib o'taman, juda emotsional odam deb aytaman. Biz o'zi deyarli tengdoshmiz. Va yoshimiz to'g'ri kelganiga va o'ylashlarimiz to'g'ri kelganiga qiynalmasdan ko'p vaqt birga tursak ham bir-birimiz bilan chiqishib yaxshi yashaymiz. Tilaklarim o'ziga qo'ygan maqsadlariga erishsin birinchi o'rinda
va baxt tilayman kattakon unga. Terma jamoamizda juda ham yaxshi qizlar yig'ilgan. Hammamiz bir-birimizga mehribon, ahilmiz va birgalikda harakat qilib har bir musobaqada yaxshi natijalarga erishishga harakat qilamiz. Xudo xolasa oldimizda juda ham ko'p kerakli, muhim va katta musobaqalar kutyapti. Biz juda ham ko'p davlatlarda bo'lganmiz, tajribali murabbiylar bilan birga dunyo kezib, har xil davlatlardagi musobaqalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Nufuzli musobaqalarni ko'plarda ishtirok etganmiz. Yaxshi natijalarga erishganmiz terma jamoamiz bilan birgalikda. Aynan o'zimni natijalarimdan tashqari, o'zim terma jamoamizdagi qizlarning natijalari juda ham yaxshi. Hozirgi kunda Islom birdamlik o'yinlariga, undan keyin Osiyo o'yinlariga, undan keyin Olimpiadaga tayyorgarlik ko'ramiz terma jamoamiz bilan birgalikda. Maqsadlarim har bir musobaqada o'zim xohlagan eng yaxshi natijaga erishish. Yaqin orada o'quv mashg'ulot yig'inlari boshlanadi. Biz va yana o'z mashg'ulotlarimizni birgalikda boshlaymiz. Biz har doim har xil davlatlardagi musobaqalarda qatnashib, o'zimizni tajribamizni yanada orttirib, har xil tajribalarga ega bo'lib, ko'rib, o'rganib, hozir qadam va qadam ko'tarilyapmiz. Xalqaro tajribani orttirish bu har bir sportchiga juda ham muhim. O'zbekiston musobaqalarini haydab turib, keyin shunchaki jahon chempionatida yutish oson emas. Har bir raqibni o'rganib, ko'rib, kuzatib, ulardan tajriba olib, ular bilan birgalikda haydab, biz tajribalarimizni orttiramiz. Har doim har qadamda o'zimizni va ularni kuzatib boramiz. Bizdagi sharoitlar, har bir texnika, elementarlar hammasi yetarli. Yevropa standartlariga mos darajada sharoitlar qilib berilgan o'zimizda. Har birimizda uzog'i bilan 3 tadan velosiped bor. Bu velosipedlarni ikkitasi musobaqa uchun, bittasi har kunlik mashg'ulotlarimiz uchun. Har bir sportchining orzusi, aynan velosportchilarning orzusi bu Tour de France, Giro d'Italia, Tour Shvetsariya, Vuelta musobaqalari bu o'zimizning velosportdagi eng asosiy musobaqalardan bittasi. Shuning uchun bu musobaqalarga erishish uchun albatta bizga jamoamiz kerak. Jamoasiz biz bu musobaqalarda bitta o'zim qatnasha olmayman. Yoki men boshqa davlatdagi jamoaga o'tib ketib, ular bilan birga chiqishim mumkin, yoki o'zimizni O'zbekistondagi qizlar bilan jamoa bo'lib, ular bilan birgalikda chiqishimiz mumkin. Bu jamoaviy musobaqalar hisoblanadi. So'nggi yillar davomida yurtimizda ham yirik musobaqalar an'anaviy ravishda tashkil qilinyapti. Bugunda xorijiy terma jamoalar ularga katta qiziqish bildirib, ishtirok etish uchun yurtimizga tashrif buyurishmoqda. Yaqinda shunday nufuzli musobaqalardan bo'lgan Tour of Bo'stonliq bellashuvlari doirasida qator xorijiy mamlakatlardan 120 dan ortiq sportchi ishtirok etdi. Kuchli raqobatda g'alaba uchun kurash olib borgan yurtdoshlarimiz yana shohsupaga ko'tarilishdi. O'zimizning yurtimizda Yevropa standartlariga mos UCI musobaqalari o'tkazilmoqda. 3 yildan beri Tour of Bo'stonliq musobaqasi hisoblanadi bu nomli musobaqa. Bu musobaqalar Yevropa standartlariga mos keladi. Har xil davlatlardan ishtirokchilar, poygachilar kelishadi. Biz ular bilan hammamiz birgalikda shu musobaqani qiziq va faol o'tishiga harakat qilamiz. Bu musobaqa ko'p kunlik musobaqa hisoblanadi. Tour of Bo'stonliq musobaqasi 3 kun bo'lib o'tadi. Birinchi kunda yakkalik poygasida o'zimizning terma jamoamiz bilan har birimiz yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qildik, ammo eng yaxshi natijamiz 6-o'rin bo'ldi. Bu ham o'zim 6-o'rin bo'lganim bilan, lekin umidimizni uzmadik. Biz juda ko'p yutqizmagan edik. Keyingi kungi musobaqada tekis yo'lga bo'lgan musobaqa guruh poygasi. Biz o'zimizning jamoamizdan eng yaxshi haydaydigan, tekis yo'lga eng yaxshi haydaydigan qizni tanlab, unga yordam berishga harakat qildik. Yordam berdik va u qiz 1-o'rinni oldi. Ikkinchi kungi musobaqaga biz hammamiz birgalikda finishga yetib keldik, finish chiziqlariga.
bunda hech qanaqa vaqt yutqizmadik va yuta olmadik ham vaqtga. Harakat qildik. So'nggi kunda bizda tog' yo'nalishida bo'lib o'tadigan musobaqa edi. Avval tekis yo'lda, keyin oxirgi finish chiziqlari tog'da. Tog'da yaxshi haydaydigan qizlarimiz ko'p edi, lekin ammo ular meni yetakchi hisoblagani evaziga ular menga yordam berishdi. Hammamiz birgalikda harakat qildik va oxirgi sumovoy ochkolarda yutishga harakat qilib, finish chiziqlarini birinchi bosib o'tganim evaziga ham o'sha kungi musobaqani yutishga muvaffaq bo'ldim, ham yetakchilik maykasini olishga muvaffaq bo'ldim va oxirgi sumovoy ochkolarda birinchi bo'ldim. Bu har bitta sportda medal berilsa, bizda ko'proq kuboklarga va maykalarga ahamiyat beriladi. Mayka orqasidan siz qanaqa sportchiligingizni sizga aytishlari mumkin. Shundoq ko'rsangiz, har xil maykalar bor. Tog' sportchisi maykasi bor, tekis yo'ldagi yaxshi poygachi maykasi bor, yetakchilik maykasi bor. Ko'p kunli musobaqalarda bo'ladi bu maykalar. Osiyo chempioni maykasi, jahon chempioni maykasi bor. Bu har bitta musobaqada o'z maykalari bo'ladi. Ularning mazmuni hammasi o'ziga yarasha. Mendagi maykalarda Osiyo chempionida Osiyo davlatlarining bayroqlari tushirilgan. O'zbekiston chempioni maykasida oppoq maykada O'zbekiston bayrog'i tushirilgan. Sariq maykada, bu oxirgi olgan maykamiz, bu ko'p kunli musobaqada yetakchi maykasi hisoblanadi, aynan sariq mayka. U mayka bitta o'zimniki emas, bu butun jamoamizniki deb hisoblayman. $200 kilometr bu musobaqalarda ayollar standartiga to'g'ri kelmaydi. Musobaqalarda 200 kilometrdan kam bo'ladi, erkaklar 200 kilometrdan ko'proq bo'ladi. Har doim har xil qanaqa musobaqaligiga qarab. Mashg'ulotlarda eng ko'p haydagan kilometrajim bu 200 kilometr. Bu qancha vaqtda bosib o'tilganiga har doim ham ahamiyat berilmaydi. Qanaqa vaqt bo'lishidan qat'iy nazar bu kilometraj bor, haydagan kilometrajim shu 200 kilometr. Musobaqada eng ko'pi 155. Oilada Shahnoza 2 farzandning kenjasi bo'lib, u yoshligidan erkatoy bo'lgan. O'rinlarni olib, o'zi xursand bo'lib kelib, uyga kirib, oyim, onajonim, men o'rinlarni oldim degani, haydagani menga katta baxt. O'shani qadrlayman. Men ko'p ishga qarashishlarga, yordam berishlarga yo'qman. Ko'proq uzoq davlatlarga, uzoq joylarga ketib, u yoqda faqat sport bilan bo'lganim uchun uy ishlariga uncha yaxshi emasman. Erkatoyligim shunga bo'lsa kerak. Uyga kelganimda bor yo'g'i bir ikki kunlik mehmondek kelib ketaman har doim. Albatta sog'inaman. Uzoqda bo'lganimda ko'proq telefon orqali telefon qilib turaman. Harakat qilaman ko'proq o'zimni tutishga, chidashga. Bilaman, hozir 1-2 oydan keyin yoki 1-2 kundan keyin men boraman, ko'raman ularni. Xavotir olaman baribir, lekin meni sportim shu narsaga tayyorlaganki, ortiqcha o'ylash menga ko'proq zarar beradi. Men o'zimni shunaqa momentlari mashg'ulotlar bilan chalg'itaman. Qizim ummatini bersin. Iloyim olimpiadalarga chiqib, katta musobaqalaringda orzularingga yetishgan bo'lam. Men o'zim maktabda ishlayman. Mana o'zim oddiy ishchi bo'lganim bilan qizim mana o'qituvchilari hammasi, mana shu direktorlarimiz mana hozir duo qilib jo'natishdi meni. Undan ham katta yutuqlarga ega bo'lsin qizing deyishdi, duo qilishdi. Albatta, har bitta startdan oldin oyimga telefon qilib duo qiling deb aytaman yoki kechqurun uxlashdan oldin duo qiling deb aytaman. Ular har doim duo qilishadi. Bu menga motivatsiya beradi, bu menga yordam beradi. Men qanaqadir o'zimga ishonchim ortadi, xursand bo'laman. Ertasi kuni hech narsani o'ylamasdan hamma xotirjam startga chiqaman. Arzu havaslar o'tadi. Iloyim
yutsin qizim. Mayli, shunda ham yutsin deyman-u, ozgina yutolmay qolib, yukini bir kam bo'lib qolsa, siqilma deyman. O'zing omon bo'lgin deyman. Sen bor ekansan, men yuribman. Bo'lmasa men hayot yo'q. Maktabda ham hammasiga sportsmen onasi deb aytib yurishganiga men xursandman. Albatta bir chempionni tarbiyalashda murabbiy va mutaxassislarning katta jamoasi tinimsiz mehnat qilishadi. Yuqori natijalarga erishishning esa o'zi bo'lmaydi. Shahnoza kabi shogird, u kabi farzand bilan qancha faxrlansa ham arziydi. Mana qizim kelsa, bag'ridim to'lib ketadi. Baxtiyor his qilaman. Lekin boriga shukr qilaman qizimni. Hamma trenerlarga rahmat aytaman, qo'llab-quvvatlab turganiga qizimni. Mana o'zimizni mana ishxonada haligacha duo qilishadi. Hayot faqat quvonchli kunlardan iborat emas. Uning o'ziga yarasha kutilmagan sinovlari ham bor. 1 yil avval Shahnozaning oilasida katta yo'qotish bo'ldi. Erkatoy qizning suyangan tog'i, otasi vafot etgani barcha yaqinlariga zarba bo'ldi. Shahnoza o'shanda Turkiyada tashkil qilingan xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etib qaytayotgan edi. O'sha kuni volidasining tavallud topgan kuni bo'lsa-da, aeroportda kutib olgan akasi sportchimizni kutilmagan noxushlik bilan qarshi oldi. Oila boshi shifoxonada koma holatida edi. Приглашdi. Hujayra birga ishlaymiz. To'satdan ertaga ishga kelaman deganiga charchaganim uchun bu paytda tug'ilgan kunim edi. Qamadim. Qizingiz kelsa, kafelaga o'tiramiz adasi. Xudo xolasa dedim. Ertasiga shunaqa bo'lib qoldi. Shularni shu darajaga mana yetib kela olmadi-da. Mana kelmadi, men keldim. Jannatdan bo'lsin. Rasa judayam yaxshi ko'rardi. Manisalarda borganda Qirg'izning qizi oxirgi marta Turkiyadan uchib keldi. Dedim doktorlarga, iltimos, meni mayli qirg'izmayman, men ko'rganman. Qizini qirg'izgan. Qizi jondan, mendan ham aziz qizi deganman Qirg'izga. Yig'lab chiqdi. Uyga ketamiz, jon, siz aziz bo'lmayapti deganda xabari keldi. Adasini ruhi shod bo'lsinki, qizim undan ham kelajakda nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetishib, orzulariga yetishib, undan ham baland cho'qqalarga chiqib, o'rinlarni olib, yuzimizni yorug' qilib, adasini ruhini shod qilsin. Sportchi bo'lganiga o'zim xursandman. Ertaga nevaralarim sportchi bo'lsin shuni orqasidan. Adam mehrlariga to'ymadim desam bo'ladi. Har bitta insonni vaqtida qadrlash kerak. Men ko'p uzoqda yurganim evaziga ularning mehrlariga to'ya olmadim. Hamma narsa kutilmaganda bo'ladi. Hamma narsani vaqtida qadrlash kerak. Adam juda ham yaxshi inson bo'lganlar. Har doim meni qo'llab-quvvatlaganlar. Hech qachon, hech qayerda menga qarshilik bildirmaganlar. Hamma narsada sen yaxshisan, sen zo'rsan. Har doim hamma narsada ko'proq tushunadigan meni adam bo'lganlar. Oyimga ko'p narsa aytmas edim, lekin adam bilan ko'proq gaplashardim. Adamni qizi deb hisoblayman, chunki men erkak kishi kuchliroq bo'ladi. Men o'zimni kuchli hisoblayman va adamga o'xshagan qizman deb o'ylayman. Adamni har xil bilimlari, adam ko'p narsalarni menga o'rgatganlar. Musobaqalardan kelib uyga yaxshi natijalar olib kelganimda oyim bilan men bilan birga xursand bo'lishlari, menga rahmat, men sen bilan faxrlanaman, молодец qizim deb aytishlarini ko'proq eslayman. Menga shu momentlar juda ham yoqadi. Har doim nima olib kelsam ham, nimagadir erishsam ham, qo'limda nima bo'lsa ham qiziqarli Yevropadan narsalar olib kelsam, uyga olib kirib, ularga ko'rsatish, mana shu ko'rgan narsalarimni aytib berish, yurgan joylarim, rasmlarini, videolarini ko'rsatib, ular ham ko'rishini xohlashim, ular ko'rganda shunaqa joylar borligini ko'rib hayratlanishlari menga juda ham yoqadi va meni niyatim ham xudo xolasa ularga bu joylarni ko'rsatish, Yevropani, xudo xolasa oyimga nasib qilsa
ko'rsataman. Professional sportga kirib borishim va hozir yaxshi natijaga erishayotganim bu o'zimga ishonch orttiradi. Bundan keyingi natijalarimga katta natijalarimga ishonaman. Xudo xolasa yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilaman. O'zbekiston Velosport Federatsiyasi Shahnoza va u kabi yosh salohiyatli iste'dodlarga keng imkoniyatlar yaratib, kerakli tajriba va yuqori natijalarga erishishlari uchun maksimal sharoitlarni tashkillashtirib beryapti. Umid qilamizki, ushbu mavsum Shahnoza uchun ham, uning jamoadoshlari uchun ham omadli bo'ladi.